السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا العزيزة خديجة من أوزبekistan. O'zbekistonlik aziz opamiz Xadija, sizning xatingiz bizning qo'limizga yetib kelishidan oldin qalbimizga yetib keldi. Haqiqatan ham sizning so'zlaringiz bizning his-tuyg'ularimizga ta'sir qildi va bizning ruhimizga tinchlik va shodlik bag'ishladi. Biz G'azoda sizlarning mehringizni va duolaringizni his qilamiz va sizlarni samimiy qalbingiz bilan bizni qo'llab-quvvatlab turganingizdan faxrlanamiz. Sizlar bizlardan uzoqda emassiz, balki sizlar bizning oilamiz, birodarlarimiz va Alloh yo'lidagi do'stlarimizsiz. G'azo o'ziga yordam berganlarni hech qachon unutmaydi. G'azo bolalarning duolari, onalarning ko'z yoshlari va har joydagi birodarlarning so'zlariga juda katta ahamiyat beradi. Alloh bizlarni haq yo'lida jamlaganidek, oxiratda jannat bog'larida ham birga jamlasin. Alloh sizlarga baraka bersin va o'z panohida asrasin. Haqiqatan sizlarning duolaringiz biz uchun har narsadan qimmatlidir. Biz sizlarni Alloh yo'lida sevamiz. G'azo ahli va bolalaridan Xadijaga va O'zbekiston ahliga Alloh sizlarni ajrlasin.